Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas-pes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayr-xo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Yaxshimisilar saboqdoshlar, bugun sizga so'zlaydiganim chiroy ifodasini o'qish. Chiroy ifodasini o'qish degan nima degan gapsa, odamning chiroyiga qarab, uning hissiyotlarini tushunish, hissiyotlarini bilish, uning ko'nglida nimalarni o'ylayotganligi yoki uning ko'nglining joyida yoki joyida emasligini bilishni biz odatda chiroy ifodasi o'qish deb ataymiz. Buning yomratilishi mikro chiroy ifodasi. Endi odamda universal bo'lgan qancha xil chiroy ifodasi bo'ldi desa, 7 xil chiroy ifodasi bo'ldi. Buning ichida birisi xushallik, ko'nglerim bo'lish, masalan, sal qayg'urib qilish, bizarlik, qo'rqish, hayron bo'lish, andan keyin ochchig'lanish, eng oxirida mansmaslik. Demak, har qanday u mel dunyoni qanday yashashdan qat'iy nazar odamlar bo'ldi ekan, mush 7 xil chiroy ifodasi bo'ldi. Bu 7 xil chiroy ifodasini ishlatish uchun chiroy muskulimizda 40 parcha muskul bo'ldi. Mush 40 parcha muskullarni ishlatish orqali biz 7 xil chiroy ifodasini chiqaramiz. Masalan, xushallik. Ya'ni odatda ko'z, qosh taraf ko'tarilib, chiroy xuddi guldek echilishga boshlaydi. Qayg'urish. Qayg'urishda odatda odam kichiklab ketadi, ya'ni jumilish, ya'ni ishi kirib ketish ahvoli shakllandi. Uchinchisi masalan, bizar bo'lish. Ma'nosidan bizar bo'lgan vaqtda burun bu chiroy ifodasini ifodalash uchun qatnashdi. Ya'ni bizarlik kayfiyatining kelib chiqqan. To'rtinchisi qo'rqash. Qo'rqashdan nima u hayron qilish asosiyatan bir-birisiga o'xshab qoldi. Chunki qo'rqash uchun hayron qoldi, hayron qolgan vaqtda bir xil qo'rqqan sezim bo'ldi. Ya'ni ko'z intan yug'nab, ig'iz echilib, hayronlik. Undan keyin ochchig'lanish. Ochchig'lanish deganda ig'iz odatda ig'izning tuzish o'rni tuzsiz keldi. Ya'ni ko'z kichiklab, ig'iz tuzlanishga boshlaydi. Eng oxiri miqida kulish yoki mansmaslik. Bu vaqtda biz ko'pincha aytadigan miqida kulish chiroy ifodasi bo'ldi. Bu bir qadar qiyin. Chunki buni bayqamoq saltasi. Bu vaqtda yoki o'ng yoki so'l o'ng ig'izning ma'lum bo'lki ustiga qarildi. Demak, bularning hammasi makro chiroy ifodalari. Bunda chiroy ifodalarini bir qarablam odamlar bilalaydi. Ammo bu makro chiroy ifodalaridan
boshqa bir xil chiroy ifodasi. U nima o'ziga mikro chiroy ifodasi. Mikro chiroy ifodasi nimasi? Intan kichik. Kishilar bilgil olmaydi. Bu mikro chiroy ifodalarining yuz berish tezlik qanchalik bo'lsa, 15 ta 1 sekund ichida chiroy ifodalar bo'ldi. 15 dan 1 sekund. Siz o'ylab qaranglar, 15 dan 1 sekund degan bek tez u. Uni oldirab bayqag'il olmaydi. Ammo odamning haqiqiy hissiyot ifodalari, chiroy ifodalari nerdan chiqadi desa, makro chiroy ifodasidan emas, dal 15 dan 1 sekund elib bergan mikro chiroy ifodasidan keldi. Shuna nurg'a odamlar masalan xushaldek ko'rindi. Xushal chiroyning ichida bir xil qayg'u mikro chiroy ifodasi bo'ldi. Ba'zida qayg'urganlik bo'ldi masalan, ko'ngil yerim bo'lgandek bo'lib oldi. Ammo ularning chiroy mikro chiroy ifodasida kulki ushlangan bo'ladi. Uni normal sharoitda biz bilmaymiz. Unda biz buni qanday bilamiz? Buni bilish uchun bugun men sizlarga o'tmoqchi bo'lgan chiroy ifodasini o'qish degan bu temadan foydalanamiz. Unda nurg'a odamlar nemishqa odamlarning haqiqiy chiroy ifodasini to'liq bilmaydi. Chunki nurg'a odamlarda kuzatish, diqqat, sijilligi unchalar kuchli bo'lmaydi. Ko'pincha odamlarni kuzatmaydi. Masalan, biz bir oddiy bir o'yin o'ynaylik. Unda samanglar qo'llarni chiqaringlar, maqlalar chiqirsizlar. Andan keyin maqlalar chiqiramiz. Andan maqlalar solamiz, mandaq. Siz xato qildingiz, men maqlalarni yaxshi qo'lni kirishtiramiz. Unda samangni kirishtirdingizmi? Unda men 3 sanayman. 1 2 3. Hech kim bunda qilolmaydi. Nima ish qiladi degan vaqtda? Bu mumkin emasda. Ammo men nima ish bunda qila olaman? Amaliyotda nurg'a odamlar mushada meni kuzatishga e'tibor bermaydi. Amaliyotda men qo'limni ma'qul soldimmi degan ma'qul solmadim. Balki ma'qul soldim. Menimiz ma'qul selinglar deganda hammasi uzlan bo'lib ketganlik uchun mening amaliyotda qo'limni ma'qul sog'inimni bilmay qoldi. Demak, bu xil kuzatish iqtidorining nachar bo'lishi odamdagi haqiqiy mikro chiroy ifodalarini tunish iqtidorini tuvaltiydi. Unda biz yana bir o'ynaylik. Barliq sinfdagilar unda bo'lsa, men sizlarga 10 sekund vaqt berma, bu sinfdagi barliq narsalarni kuzatib olsizlar, men ma'lum narsalarning nima ekanligini sizlardan so'rayman. Unda 10 sekund vaqt berma, soat qarab 10 sekund. Unda sinfni bir kuzatib olinglar. Bo'ldi? Unda siz javob bering. Siz meni kuzatdingizmi? Sinf qarab chiqdingizmi? Unda siz javob bering, aqlingiz qaramay turib. Aqlingizdagi o'quvchi qizmi o'g'il? Topolmaysiz. Nima ish qiladi degan vaqtda, men bu yerdan sizlarga vaqt bergan vaqtda nurg'uninglar sizlar atrofni kuzatish bilan bo'lib ketib, yenildagi odamdek qilmadinglar. Demak, odamlarning amaliyotda mikro chiroy ifodasini bilmaslik sabab nima degan vaqtda, ular diqqatini aslida bayqashga tegishlik bo'lgan haqiqiy hissiyotni ifodalayotgan mikro chiroy ifodasiga emas, makro yasalma bo'lgan niqobga kirib olgan chiroy ifodasi diqqat qiladi. Bunda vaqtda ularning nazar nuqtasidan mikro chiroy ifodalar asosiyatdan sog'ib bo'lib ketadi. Unda bu bola nemishqa oqid sinib shundoq zan soldi. Nima zan soldi desa, pardiga, eshikka, derizlarga yoki o'rindiqlarga diqqat qildi. Ammo oqidga bola diqqat qilmadi. Nima ish qildi degan vaqtda men atrofimdagi narsalarni sinfda kuzatinglar dedi. Demak, bu balning diqqati atrof kirib ketganlik uchun oqidagi balning zodi o'g'il yoki qizligini bilmay qoldi. Demak, mikro chiroy ifodasini nurg'a odamlarning bilmasi sabab nimasi? Dal ulardagi kuzatish engini tuvan bo'lganligi yoki kuzatish iqtidorining yuqori bo'lmasligi. Shunga o'tgan soatdimi men bir qatim deb aytib ketdim. Chuqum sizlar barliq ish izlaringizda yoki bo'lmasa o'zingizning maktab hayotida yoki bo'lmasa oilangizda bo'lsin, chuqum kuzatishga diqqat qilinglar. Qanday narsani kuzatimizsa, inchik narsalarni. Chunki cho'ng narsalar ko'z ko'rinib turdi. U xatarlik bo'lmaydi. Ammo kichik narsalar cho'lsa, u ko'z ko'rinmaydi, xatarlik bo'ldi. Masalan, bir mashina xatarlikmi yoki bir bakteriyami? Albatta, bakteriya xatarlik. Nima ish qiladi deganda, mashina garchi yo'g'ondek turgan bilan biz uni ko'rib tura olamiz, vaqt kelsa uningdan qanday dolda elishni bilamiz. Ammo bakteriyachi deganda bakteriya unday olmaydi. Bakteriya degan odam ko'rinmay keldigan gap. Shunga bir odamga qanday odamda xavf keldi deganda, uning makro chiroy ifodasini emas, uning mikro chiroy ifodasini. Masalan, men bir sonla yanaga ochiqilib basam, siz chuqum oldin mudofaa qilishni bilib bo'lsizlar. Oldin tayyorlik qilib bo'lsizlar. Ammo men kulib bordim. Ammo mikro chiroy ifodam bo'lsa, ochiq to'lab ketgan.
Siz uni ko'rmedinglar. Shundan bu menga kulib kelyapti deysizlar, siz tayyorliksiz turibsizlar. Amaliyotda men tushsa ochiqlangan. Yoki ba'zi odamlar ochiqlangandek turdi. Yoki menda deyli, sizning ma'lum bir ishinglar uji chiqmay qolgan bo'lsa, yoki kelishmas yuzagan bo'lsa, do'stinglar ko'ngli intan yerim qilish mumkin. Siz bu vaqtda do'stim haqiqatan men uchun ko'ngli yerim qildi deb o'ylaysizlar. Ammo uning ko'ngli yerim qilgan chiroy, makro chiroy pasining ichida u balkim xushal bo'layotgan mikro chiroy pasim kirib ketgan bo'lishi mumkin. Uni siz bilolmaysizlar. Ammo kunlarning bir kuni bu do'stinglar balkim sizlarga bek cho'ng payda kelmasligi, balkim hatto ziyonkashlik qilish mumkin. Shu ham mikro chiroy pasini o'qish uchun odam men bayatın degandek nurg'unlagan inchik nuqtalarga diqqat qilish kerak. Unda biz buni qanday diqqat qilamiz? Demak, odam makro chiroy ifodasini kontrol qila olgan bilan mikro chiroy ifodasini kontrol qila olmaydi. Masalan, bir odamning turqidini bilasizlar. Ba'zilar menda turdi. Bu qanday turish? Bu odatda cho'ng territoriyalik turish deymiz. Cho'ng territoriyalik turish degan nimasi? Bu odamning egallagan, ya'ni tug'an vaqt egallagan o'rni o'zigidilla kengri. Bu xuddi yo'lbosning, o'shaning hammasi mening degandek avval tushundir. Demak, bir odamning turqida uning turish avvalining yana shu chembiri odatda ashning o'ziga bo'lgan ko'z qarashi. Uning bir xil o'ziga ishongini yoki o'zini boshqalardan cho'ng bilish mumkin. Ba'zilar bo'lsa menda turib oldi. Ba'zilar bo'lsa qo'lini ishik selib oladi. Buning o'zi men mush yanchiq kirkitaman yoki men yushunib olaman demoqchi. Shu odamlar jiddilashgan vaqtlar qo'lini mayoqqa deb kichiklab ketish ahvoli. Qancha o'xshab bo'lgan shuncha cho'ngab ketgan ahvol bor. Mushning o'zimi nima bo'lsa mikro chiroy ifodasi. Ya'ni tug'an oldi. O'tgan vaqtda ba'zilar qanday o'tirsa, menda o'tirdi. Yoki ma'qul o'tirdi. Ba'zilar bo'lsa putini o'rindiqning oqiga tiqib etish mumkin. Demak, mushning hammasi bu odam to'g'riliq bizga nurg'un narsalarni deb beryapti. Ba'zi o'quvchilarimdan masalan, siz topshiriq ishladingizmi desam, ha. Amaliyotda ha deydi. Ammo uni badini olib burun menga uning topshiriq ishlamayotganligini deb beryapti. Yoki bo'lmasa xushallik deyli. Ba'zanlar xushaldek ko'rindi, kuldi. Ammo ularning kulgisining ko'pincha yolg'on chiqadi. Buni nerdan bilmasa, ularning kulgisiga peshona qismi bilan quloq qismi aralashmaydi. Demak, uning peshona qismi, quloq qismi aralashmagan ekan, yoki bo'lmasa ko'zning atrofida qog'i puti deymiz, qog'i puti shakllanmaslar, uning hammasi yolg'on kulgi bo'ldi. Bundaqlar ko'pincha mahlolat kuldi. Buning o'zimi mikro chiroy ifodasidan biz darhol buning amaliyot kulgisining yolg'on ekanligini bilalaymiz. Qayg'urish. Ba'zan shunda qayg'urgandek bo'ldi, ammo ularning og'iz cho'sa, usti lipildab ketadi. Bu amaliyotda kulgi mikro chiroy ifodasi. Ma'qul bo'lib ketadi. Buning o'zi nimasi? U amaliyot kulayotgan hisoblanadi. Ya'ni ba'zi avvallarda yana qanday ahvollar bo'lsa, men ba'zida o'quvchilarga topshiriq ishlab kelgansizlar degan topshiriq ishlab kelganlarda hech qanday chiroy ifodasi bo'lmaydi. Ammo topshiriq ishlamaganlarda chu degan vaqtda yoki o'rnidan qimishib ketadi, yoki bo'lmasa oldidagi ichimliklarni, qalamlarni, agar telefon bo'lsa telefonlarni, hech bo'lmaganda o'rindiqni tutib oldigan ahvol shakllanadi. Buning o'zi nimasi? U jiddiylashdi, u besim kuchtirdi degan gap. Demak, bu orqali men kimdan topshiriq ishlagan yoki ishlamaganligini tezda orib ola olaman. Demak, bizning agar kuzatish iqtidorimiz to'liq bo'lsa, biz nurg'un odamlarning chiroy ifodasi qarabla uni bila olamiz. Masalan, qadimgi zamonda ma'lum bir jinoyat o'tkazgan yoki o'g'irlik qilgan odamning rost yolg'on gapini qanday qaragan desa, uningga mushunchalik cho'nglikdagi non yegizib baqqan. Bu nonni yeb, ondan chiqarib baqqan. Agar bu non yo'l chiqsa, uning gapi rost degan. Agar u non quruq chiqsa, gapi yolg'on deb uningga kesim e'lon qilgan. Buning qanday ilmiy aloyligi bor desa, chunki odam yolg'on gap qilgan vaqtda uningda tupuruk, ya'ni sho'lgay nimasi asosiyatdan chiqmay qoldi. Shunga non quruq chiqdi. Agar rost gap qilish bo'lsa, bu normal holat xizmat qiladi. Non darhol yo'l holati chiqqan gap. Yoki snapaq sog'lom bo'ldi. Agar sizlarni aytdi, yolg'on gap qilgan odamga bir parcha nonni berib yutib baq desanglar, o chaynaverdiki, hargiz uni yutib yetolmaydi. Nima ish qilsa, bu yolg'on gap qilgan vaqtda odamning me'limayadiki, ya'ni nervlarining hammasi asosiyatdan jiddiy
haleti turda nanni jutib yetolmaydi. Yoki bo'lmasa nanni jutsimi, uni sho'lga suyuqlik olmaydi. Chunki sho'lga suyuqlik bu vaqtda ajratib chiqilmaydi. Demak, men nima demoqchi esa, odamning nurg'ulg'an mikro chiroy ifodalari bor. Biz agar yaxshi kuzatsak bularni, nihoyat yaxshi kuzatsak, biz ular to'g'riliq nurg'un narsalarga erisha olishimiz mumkin. Masalan, hozir biz bir o'yin o'ynaylik. Bu orqali men kishilarning chiroy ifodasini texmo sizlarga yaxshi ifodalab beray. Unda bo'lsa, masif qilganlar bormi? Chiqadiganlar bormi? Siz. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Muhammad Emin. Unda Muhammad Emin, ikimiz bir oddiy bir o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinning ismi esa tengi tepish o'yini. Unda men bu tengi sizga beraman. Siz shuni xohlagan qo'lingizni orqa qilib, xohlagan birisiga yushirsiz. Sizlar ko'rolmanglar, hech kim ko'rsatmang, ha. Ondan men tanglaysiz, men birisini topaman. Birinchi qatim Muhammad Emin men har qatim qo'llanib qo'ygan vaqtda tengi bor qo'lda nim paydo bo'ldisa, bearamlik, yoki bo'lmasa yushirish, yoki bo'lmasa men topammisiti degan bir xil tuyg'u paydo. Bu tuyg'u nimani qo'zg'ayib yetadi? Mikro chiroy ifodasi qo'zg'ayib yetadi. Ikkinchi qatim, ha. Buday men oldikilar chuqur chiroyga qaranglar, boshdan qiling, ha, boshdan. Chiroy ifodasiga diqqat qilinglar. Chiroy ifodasi qandoq shakllar yuz beryapti? Men qo'llarni qaysi qo'ygan vaqtda chiroyda qandoq ahvol shakllanyapti? Kuzam qarang, ha. Demak, ikkinchi qatim kuzam qaramagan vaqt o'zini tanishib oldi. Biroq kuzam qaraganda-chu degan vaqtda men qo'lni qo'ygan vaqt darhol chiroyda ifoda bo'ldi. Ma'noda o'zi qo'li yo'q qo'ysam, uf dedi. Qo'li qo'ygan vaqt esa uf. Bundaq mikro chiroy ifodalari odatda intenzil bo'ldi. Bunisilar ko'p o'ynab birish jarayonida, chiqmash qilib birish jarayonida ondan bu bir xil yetildi. Unda yana qiling, ha. Demak, bu qatim Muhammad Eminning geli qurdi. Qildi. Bu xil chiroy ifodasi nerdan keldi desa, odam jiddiylashgan vaqtda bir xil geli qurish bayatim men dedim. Geli qurish. Unda eng oxirgi qatim bir qatim qiling, ha. Bu qatim bo'lsa, Muhammad Emin o'zigidilla maqolni oqqashdi, ya'ni mushmin topamizken deb. Gerçi ro'shan holda oqqashmagan bilan ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir o'lchamda, ya'ni oqi tortish bor. Buni normal vaqtda ko'rolmaysizlar, ammo mikro chiroy ifodasi bo'lsa, buni ro'shan ifodada. Unda esa bu 4 qatimliq tengi tepish o'yin orqali men Muhammad Eminning mikro chiroy ifodasini tunishdim. Ammo bu tengi mening. Shunga Muhammad Eminda texi besim unchalar shakllanmaydi. Uning ustiga buning miqdori faqat bir koy. Unda esa ma'lum bir narsa, Muhammad Emin bilan beklam munosabatli bo'lgan ma'lum bir narsa bo'lib qolsa, u chaqda mikro chiroy ifodasi texmo kuchli bo'ldi. Sizda bank kartasi bormi? Bering. Pul var? Pul yo'q. Pulimiz olmaydi. Boshqa birisi Pul varmi? Qancha pul var? O'qish pulim bor. O'qish puli var? Qancha pul? 5-6 ming. 5-6 ming koy, unda az pul ekan. Demak 5-6 ming koy pul bir o'quvchiga nisbatan xeyli bir jiq pul hisoblanadi. Agar men bu 5-6 ming koyni tortib olsam, elib olsam, chuqur Muhammad Eminda ig'ir darajada besim shakllanishi mumkin. Demak, Muhammad Emin bu 5-6 ming koyni qo'g'daydi. Bayating tengi qaraganda nechasi qo'g'daydi. U qancha qo'g'dayman degansa, uning chiroy ifodasi shuncha buni oshkorlab qo'ydi. Unda biz bir oddiy o'yin o'ynaylik. Unda men hozirmi shu kartangning maxfiy shifrini sen hozirmi shuni yozsa. Men topaman. Demak, maxfiy shifringni men topsam pul mening-ku. Topamsam men sana shunchalik pul beraman. Bolamda kelishdiqmi?
Tapa alsang, tapamay kalsam men sana qancha pul bo'lyapti? 6000 koy berma. Deb qalsam, men makan eliplam 6000 koyne chiqdimi? Tushundingmi? Kallan tutsin, ha? Xudo sen menga men qarab turma. Sen maqbish shipirni mushtanga yasa. Men ko'rsatma, ballig'im ko'rsatma. Hamda 6000 koyliq bo'lib qoldigandek turma. İşte qalsam, hammani bir mehmon qildigan ishlarim bor. Topolmay qalsam, ümitlanib ketmasin, ha? Men buni topolmasligim mumkin, topa olishim mumkin. Men faqat sizlar bugun mush orqali nimaga yetmoqchi etsa, mikrochiroy ifodasini, texmo inchki yerlarini ko'rsatmoqchi. Chunki hozir topa olsam mening, garchi bu gapni chaqchaq aralashtirayotgandek turgan bilan menga cho'lsa chaqchaq aralashtirmaydi. Menga odatda rost, yolg'on, chaqchaq deganlarni bilmaydi. Uning shunda signal keldi. Deb basa 6000 koy ketadi deydi. Bu nimani paydo qildi desa, yana qo'shimcha kognitiv load deymiz. Kognitiv load deganimiz aqliy yukni paydo qildi. Bu aqliy yuk mikrochiroy ifodasida ham qo'zg'aydi degan gap. Bittimi? Unda olsa mush qog'ozni sen qatlab, yanchiqonga selib et. Bo'ldimi? Okeymi? Unda olsa deb basam 6000 koy menajma. Ha, ishingni nargiz ketmasin. Unda istiqaqil. Men qarab bersanlar bo'ldi, yo'qmi? Maqbish burun qancha xona? 6. Unda biz men avval birinchi xonasidan boshlab mangam, ha. 0dan tortib 9gacha bo'ldi. Sen faqat mening ovozimni anglab bersang bo'ldi. Ammo kuzang nargiz menda qasam olmaydi, to'g'rimi? Cho'qim kuzangman tikilib turish kerak. Men har qanday gap qilsam sen de hech qanday tovush chiqmasin. Beshing lingishtin bo'lmasin. Yo'q deyishkim bo'lmaydi, ha deyishkim bo'lmaydi. To'g'rimi? Faqat chiroyli turib bersang bo'ldi. 0ma 1ma 2ma 2ma 1ma 0ma 1ma 2ma 4ma 0ma 1ma 1ma 2ma Ondan biz ikinci xonasiga o'tamiz. İkinci xonasini o'yla, ha? O'yla. İkinci xonasini o'ylab bo'ldingmi? İkinci xonasini to'liq o'yla. Güzel, herkes güzelliğini menda qaşma. 0ma 1ma 2ma 3ma 4ma 5ma 6ma 7ma 6ma 5ma 6ma 7ma 8 9 6 9 8 9 6 Ondan sonra üçler xonasiga kelamiz, ha? 0ma 1ma kalan o'ylab bajima, shu o'yla, hargiz dema, ha? Ammo kalan o'ylab cho'qim o'ylashing kerak, ko'zam diqqat qil, ha? 0ma 1ma 2ma 3ma 4ma 5ma 6ma 7ma 8ma 9ma 8ma 9ma 9 Biz ham to'rtlar xonasiga keldik, ha? 4-xonni o'ylab ol. O'ylab bo'lding? Kallan qol, ha? Sanab bo'lding, ha? 4-xon, ha? 1ma 2ma 3ma Bundan sonra 5'ler xonasiga kelamiz, ha? 1ma 0ma 2ma 3ma 4ma 5 6 7 8 9 0 0 1 1 2 3 2 3 2
Төт. Onda biz en ahir xana keldik. En ahir xana 6000 koylu xana, ha? Oyla, 6000 koy gidilgan oyla, sen oyla. Sen oyladın mı? Sen oyla, küzem qara, küzemden qaçma. 0 ma? 1 ma? 2 ma? 3 ma? 4 ma? 5 ma? 3 ma? 4 ma? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ma 3 4 3 Ondan biz görüp bakaylı. Ondan sonra ben 6 xanlık bu məxfi iş birini yazdım. Onda o ismini Muhammed Emin'nin yançıqıda özünün məxfi iş biri vardı. Karta onda men de. Eğer ben tapa alsam 6000 koyun gitme. Tapamay kalsam 6000 koyunu ben Muhammed Emin'in soğuk oluşum mümkün. Onda olsa biz sen kağızını al. Kağızını alıp biz kişiler şu okuyuşluk tanılık gösterip bakalım. Aldın mı? Bir, 9, 9, 2, 3, Demek ben 5. xanada ezip ketip kaptım. Demek Muhammed Emin'ga ben sen qatla. Özgərtib etmək bir iş birini bulam da. Buldu, rəhmətin da olsa. Demek bu xil uyanның alaylik nimasi, bu xil uyanda biz məşq qilish arqali odamlardiki, men bayatın degandek yushirish quringan, aslidagi hissiyatni yushirish quringan mikro chiroy ifodalarni tepish uchun mushkul uyanlarni o'ynaymiz. Shunga hamda kishilik turmush demaylik, kishilik munosabatda bo'lsin, yoki o'qituvchilik hayotingizda bo'lib qolsin, yoki sizlar doktor bo'lib qolgan taqdirdami, ishqilib sizlar jamiyatning qandaq bir buling pushqoqlari bormanglar, kishilarni tushunishga ehtiyojli bo'lsalar. Kishilarni tushunish uchun ularning makro chiroy ifodasi ko'p qilmaydi. Chunki makro chiroy ifodasining ko'pinchisi bir xil maska taqoqliq yoki niqobli holati bo'ldi. Bu niqobni qanday qilib elitimiz? Dal ularning mikro chiroy ifodasini tadqiqlash orqali bo'lamiz. Mikro chiroy ifodasini tadqiqlash orqali qanday qilamiz deganda, men bu yerda deganda chiroy ilmini o'rganish kerak. Albatta, uningdan boshqa kishilarning pochurkisi orqali uning hissiyotini, masalan, pochurkisi orqali hatto uningga yaqinda nima yuz berayotganligi, uning kichik balliq davrida qandaq bir azob uqubatlarni chekkanligi, kichik vaqtida qandaq bir xil tuyg'ular bilan cho'ng bo'lganligi nima bilguli bo'ladi. Demak, odamning kiyinishi, masalan, kiyinish usuli, qalam tutish usuli, ularning masalan o'tirish usuli, ba'zilarning qo'l turish usuli, og'zini itish usuli, qatorliqlarning hammasi amaliyotda bizga shu odam to'g'riliq nurg'un narsalarni berdi. Biz buni mikro chiroy ifodasi deymiz. Buni texmi yaxshi bilish uchun men o'tgan sizlarga deb bergan, ya'ni qalb o'qish usuli degan ashilning ash kitobida texmi tafsili, texmi aniq qilgan. Yani bu to'g'riliq texmi so'raydigan yoki texmi cho'nqurlashmoqchi bo'lsanglar, chunki men sizlarga oldida psixik nurg'un savollarni dedim. Bu qaysi kirdi desa, chiroy ilmi kirdi. Sizlar qaysini agar yaxshi ko'rsanglar, cho'qim shu sohaga texmi cho'nqurlab, texmi ichkirlab kirgan vaqtda ondan uningda ma'lum bir mutaxassis bosqichiga bog'liq bo'ldi. Unda bugungi darsimiz oyoqlashdi. So'raydigan savollar bo'lsa, so'rasang bo'ldi. Siz. Mali
Müəllim, mən bir sual sorsam, şu adamlar yağan gap qilgan chog'da burni qichishliga degan gap rostmi? Qanday qila? Endi bu gapning ham rost ham yolg'on yeri bor. Rost yolg'on yeri degan nima degan vaqtda odamning burnining qichishi odatda besimda shakllanadi. Masalan, odam ma'lum bir besimga uchragan vaqtda men o'tganda dedim, saqanqir rayonining signali orqali odam badanda, ya'ni shu börek usti bezining stress hormon deymiz, besim hormonini chiqarib yetadi. Bu hormon chiqargan vaqtda qanday holat kelsa, odam bir xil jiddiy holat kelgandan bo'ldisa, qon aylanishi tizilib ketadi. Qon aylanishi tizilib ketgan vaqtda bizning burun, quloqning uchi yoki bo'yon qatorliq bulutsimon to'qilmalar deb qo'yamiz bu, ya'ni bulutsimon to'qilmalarga qon to'ladi. Qon to'lgan vaqtda qichish yuz beradi. Shunga odam jiddiylashgan vaqtlar burni tutilgan yoki bo'yin tutilgan yoki quloqni tutilgan ahvollar shakllanadi. Endi bu jiddiylikni biz yolg'onchilikdan kelganmi yoki jiddiyashib ketganmi biz buni bilmaymiz. Ammo bir narsani jiddiylashgani aniq. Endi yolg'on so'zlagandimi odamni jiddiylish paydo bo'ladi. Shu burni tutib qoldi. Ammo yolg'on so'zlamay, ma'lum ishdan udiqqan vaqtimi yoki bek boshqalarga yaxshi ta'sir berib yetaman degan vaqtimi bu xil ahvollar shakllanadi. Shunga buni burni tutganni siz nuqullanmış yolg'onchi ekan deb turibsiz bo'lmaydi. Buning azroq ilmiy asosi bor, ammo buni jiddiylikmi yoki yolg'onchilikmi buni ayirish kerak. Endi hozir buni qanday ayiramiz desa, gap orqali ayiramiz. Masalan, yolg'onchilarning bir odati sizning so'ragan savolingizga bevos javob bermaydi. Masalan, men sizdan sen mening qalbimni o'g'irlab oldingmi deb so'rasam, siz hargizmi yo'q deb yolg'on so'zlamoqchi bo'lsa, yo'q deb javob bermaydi. Javob berolmaydi. Badan uning yo'l qo'ymaydi. Nima ish qilsa, mingida yolg'on gap qilish olmaydi. Faqat eg'izda ham yolg'on gap qilish majbur bo'ldi. Siz mening qalbimni o'g'irlab oldingizmi deb so'ragan vaqtda siz balkim mingiz ha deb javob berib bo'ldi. Ammo og'zingiz cho'lsa, buning yo'q deb javob berdi. Mana shu qisqa uchrashishda ma'lum bir narsa shakllandi. Ya'ni badanda ma'lum bayatningidek buni tutish yoki ahvollar shakllandi. Ammo yolg'onchilar cho'sa yo'q deb javob bermaydi. U balkim sen meni o'g'irtib sen meni nim deb ko'ryapsan deb uning gapi mondash qilgan uzrab tushuntirish berish asosi mumkin. Mondash qilganda yolg'onchilar gapni bevos yetkazib bermay sizni qoyil qilish urindi. Shu qoyil qilish urinish jarayonida uning bergan javobi tabiiy kengayib ketib qoladi. Yoki buni murakkab ko'rsangiz otdilam. Siz siz ma'lum odamni yolg'onchilikni bilmoqchi bo'lib, uningga savol so'raganda uning javobi 3 xatdan eshib ketsa, bu yolg'on ekan deb tushunib olsangiz bo'ldi. 3 xat. Shunga bu faqat payinish materiali bunning qichishi, ammo u butunlay uning yolg'on gap qilganidan darak bermaydi. Yana savol so'rayganlar bormi? Siz. Assalomu alaykum ma'lum. Men hozir nima o'ylayapman? Bila olamsiz? Balkim sizmi shu Ali ma'lum chuqur mening o'ylagan narsam topolmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz mumkin. Bo'ldi, unda bo'lsa keyin ko'rishaylik. Xo'sh.